Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari va kanalimiz a'zolari. Mana bugungi mavzuyimiz yasama mum va mumni tayyorlash va saqlash to'g'risida suhbatlashamiz. Mana sizlarga oldingi darslarda aytib o'tib ketganman. Bu juda katta mavzu. Mum darsi ham katta mavzu. Buni bitta darsda yoritib bo'lmaydi deganman. Mana davom etyapti. Shuning uchun endi sizlardan oldindan bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Asosan mana shu mumni nihoyatda e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi, chunki biz asalarichilik sohamizga bog'langan eng asosiy materiallardan biri bo'lgan narsa bu asosiy mum hisoblanadi. Shuning uchun yasama mumdan tayyorlangan mashinalarga olib ishlatish bu asalarichilikka nihoyatda katta zarar keltiradi. Shuning uchun bu yasama mumlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni endi bilishligimiz uchun mumga asosan parafin, serezin, boshqa shunaqangi moddalar qo'shib uni haqiqiy o'sha tarkibini soxtalashtirish shu asalarichilikka mana katta zarar keltirib kelyapti. Shuning uchun yasama mumdan tayyorlangan shunaqa mashinalarda mana aytib o'tib ketdim. Shunaqa mum inlar yasab, ulardan asalarilarga, inlarga qo'yishlik yaramaydi. Shuning uchun shunaqa yasama mumdan hushyor bo'lishimiz kerak. Bularga qarshi nihoyatda kurash olib borishimiz kerak bo'ladi. Endi mana mumda asosiy mana o'sha yasama mumni tayyorlash uchun unga parafin, serozin, mana texnik minerallar qo'shadi deyapmiz. Endi bularni qo'shish uchun mumda asosan mana o'sha texnik o'sha mineral mumlardan olib shunga yana o'z navbatida bunga o'sha tayyorlash uchun ana serozin va stearin va yoki bundan tashqari kanifol mana shunaqangi narsalardan qo'shishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lishimiz kerak. Shuni mana o'tgangi darslardan aytib o'tib ketdim. Mumni asosiy qanaqangi mumlar turlari to'g'risida sizlarga tushuntirish berib o'tib ketdim. Birinchi sort qanaqa mum, oliy sort qanaqa mum, hammasi to'g'risida tushuntirish berib o'tib ketdim. Shular to'g'risida ana bilasizlar. Endi shu yasama mumni ajratish uchun mana asosan o'sha tarkibidagi o'sha qo'shilgan narsalarni bilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Endi yasama mum mana o'sha mineral mumlar tarkibiga qo'shilgan taqdirda bu osongina kesiladigan, pichoqda ham nihoyatda kesiladigan shunaqa yumshoq holatga kelib qoladi. Strukturasi lekin talabga javob bermaydi. Biz oldingi o'sha mumlarni mana aytib o'tib ketganmiz. Shunaqangi yasama mumlarni agar bolg'achada bitta uradigan bo'lsangiz, u o'sha bolg'acha urilgan joyda chuqurcha hosil bo'lib qoladi. Lekin tabiiy mumdan yasalgan mumni tabiiy mumdan mana asalaridan olingan haqiqiy mumni shunaqangi uradigan bo'lsangiz bolg'acha bilan, u o'z navbatida parchalanib o'z-o'zidan sinib bo'laklarga ajralib ketadi. Endi o'sha mana bundan bilishimiz kerak ekanki, mana shu bolg'acha bilan urish orqali ham o'sha mumni falshiviy yoki haqiqiy yoki soxta ekanligini ajratib olishingiz mumkin ekan. Agar shunaqangi parafin, serozin, mana mineral nimalardan mumlardan tayyorlangan shunaqangi yasama mum bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha bolg'acha bilan bitta uradigan bo'lsangiz, sinmaydigan, u boshqa bo'lmaydigan, chuqurcha hosil bo'lib, shunaqangi qilt etmay turaverar ekan. Shundan bilishingiz mumkinki, u demak soxta mum. Endi mana parafin qo'shilgan mumni ustki qismini ich tomonli egilish xususiyatiga ega. Mana o'zlaringiz bilasizlar, shunaqangi mumlarni agar egib ko'rganimizda egilish xususiyati ham nihoyatda barqaror bo'ladi. Bemalol egib uni xohlagan formaga solish mumkin bo'ladi. Lekin haqiqiy mum bo'ladigan bo'lsa, uni ekkan, bukkan taqdirimizda sinish hosil bo'ladi. Mineral o'sha mumda 3 ta moddasini mana aytib o'tib ketdik. Parafin, serozin va unga qo'shilgan mineral aralashmalarni texnik mineral aralashmalarni bilishligimiz uchun asosan nimadan foydalansak bo'ladi? Kaliyli tuzni spirtdagi to'yingan eritmasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ana shuni mana asalarini o'sha mumini ana shu eritmada agar qaynatadigan bo'lsak, bu to'liq erib ketadi.
o'sha agar yaxshi sifatli mum bo'ladigan bo'lsa, mana shu eritmada o'z-o'zidan to'liq erib ketar. Agar eritmada rangi tiniq bo'lib, shunaqangi bemalol erib ketadigan holatga keladi. Agar o'sha mineral mumlar yoki shunaqangi narsalar qo'shilgan bo'lsa, qaynatilgan paytda bu o'z navbatida shu mum erimaydi. Erimasdan o'sha tepada yog'li sharchalar hosil qiladi va o'sha qaynatilgan paytda yog'li sharchalar hosil qilib turib, erimasdan haligi o'rtada bir haligi iceberg muzlikni ortmasida ozgina atrofi erib turib, oz tepasi bunday erimasdan muzlikka o'xshab turadi. Shundan bilib olish mumkinki, demak, bu o'sha eritmada erimaganligi oqibatida, demak, tarkibidagi o'sha narsalar soxtalashtirilgan, mum soxta ekanligidan dalolat beradi. Endi mana qaynash to'xtash bilan o'sha oldingi mana nimalarda aytib o'tib ketganmiz. Qaynash to'xtashi bilan mana o'sha paytda agar suyuqlikni betiga suzib chiqib qolar ekan, bundan ham bilishimiz mumkin va bu yerda ayrim o'sha qatlam hosil qilib asosiy eritmaga qo'shilmaydi. Misol mana o'sha qaynashning to'xtashi bilan agar shu suyuqlikni kuzatadigan bo'lsak, betiga qalqib o'z-o'zidan o'shanaqangi qo'shilgan narsalar ajrab bilinib qoladi. Agar o'sha kanifol yoki propolis qo'shilganligini bilishligimiz uchun, misol o'sha mumni tarkibiga kanifol yoki propolis qo'shilib qolgan bo'lsa, uni o'sha spirtda erish xususiyati bilan orqali tekshirib olish mumkin bo'lar ekan. Bundan qanday bo'ladi? Mana misol mumda agar spirtda eritib uni tiniq o'sha eritmasiga suv quyiladigan bo'lsa, rangi xiralashib, sutsimon oppoq bo'lib, shunaqangi layqa hosil bo'lib qoladi. Demak, bundan bilishimiz mumkinki, mumning tarkibida simolar borligini bilishimiz mumkin. Demak, agar o'sha mumning tarkibida propolis yoki kanifol shunaqangi qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, qo'shilganligi, demak, o'z-o'zidan o'sha spirtli eritmada bu oqarib ketar ekan, layqalashib ketar ekan. Shundan bilishimiz mumkinki, mumning tarkibida nima ekan, soxtalashtirilgan narsalar qo'shilgan kanifol yoki propolis borligini bilishimiz mumkin ekan. Endi mumni mana o'zlaring bilasizlar, mum xomashyosini tayyorlash jarayonlar juda murakkab, nihoyatdan nozik narsalarni hosil o'z ichiga oladi. Mana o'tgangi darslarda ham ancha-muncha tushuntirib o'tib ketdim. Endi bu darsda asosan mumni xomashyosini tayyorlash paytida nihoyatdan bu o'sha quruq suvlarni qabul qilish jarayoniga nihoyatda e'tibor qaratishimiz kerak. Kasal bo'lgan oilalardan, shunaqangi yuqumli kasalliklar tarqalgan oilalardan suvlarni olishlik nihoyatda qat'iyan taqiqlanadi. Chirish kasalligi bo'lgan shunaqangi oilalardan olingan suvlarni iloji bo'lsa yoqib, ularni yo'qotib olish kerak bo'ladi. Keyingi navbatda ham shunaqangi kasalliklar kelib chiqmasligi uchun shunaqangi chirish kasalliklariga bo'lgan pasekalarni suvlar olish nihoyatda qat'iyan taqiqlanadi. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mumda o'sha qabul qilayotgan joylarda shunaqangi nazorat ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Endi mumda asosan mana mumga birinchi navbatda zarar keltiradigan narsa bu mum kuyasi hisoblanadi. Mum kuyasi o'sha nihoyatda mumga zarar keltiradi. Bu asosan romkaga tushadi. Romkaga tushgan paytida o'sha kapalik mum kuya qurti bevosita o'zini ishini olib boradi va o'z navbatida o'sha biz oladigan mum xomashyosiga katta zarar keltiradi. Mum kuyasi asosan mana 10 gradus temperaturada o'z-o'zidan uni harakati sekinlashadi, qotish boshlanadi unda. Va mumga ziyon yetkazish pasayadi. Endi -8 gradus sovuqqa qoldiriladigan bo'lsa, mum kuyalari kapalagi o'z-o'zidan o'lib ketadi. Bularda o'sha qo'ygan tuxumlari ham, boshqalari ham -8 gradus temperaturada sovuqda nobud bo'ladi.
Shuning uchun mumni saqlash o'sha nimasi, suchlarda saqlash temperaturasi muzdek bo'lgan xonalarga olib kirib, asosan o't yoqilmaydigan shunaqangi muzdek joylarga olib kirib saqlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi suchni saqlashda asosan o'sha 5-8% 5-8% eritma tayyorlanadi. Uksusli eritma o'sha 90% uksusdan tayyorlanadi. 90% uksusdan 5-7% eritma qilib tayyorlab turib, suvga qo'shib, mana shu suvda suchlarni chayqagandan keyin kuzda asalarilarni o'sha yashillardan olib suchlarni qishga saqlash jarayonimizda shunaqangi uksusli suvda bir qator chayqab, yaxshilab bo'ktirib, suchlarni chayqab olinadi-da, ozgina o'sha tarkibidagi suvlarni siltab tushirib va o'sha shamollatib ozgina bir shabada esib turadigan joyga qo'yiladi va shu joyda shabadada ozgina turib, shu suvlari qurib ketgandan keyin ana uni keyin shunaqangi muzdek o't yoqilmaydigan shunaqangi temperaturasi past bo'lgan xonalarga olib kirib qo'yishlik mumkin. Endi mana mumni o'sha mana saqlash, bular mana sun'iy mashina holatida saqlash jarayonlari bo'lishligi mumkin yoki ba'zan o'sha sun'iy mashinani saqlagan paytimizda bu o'sha ularning yuzasida saqlayotgan o'sha mashinaning yuzasida g'ubor, ko'k rangli, kulrang shunaqangi g'ubor paydo bo'lib qoladi. Bunday g'uborlar ko'pincha o'sha qishda tayyorlangan mashinalardan shunaqangi bahorda ishlatilgan paytda shunaqangi g'ubor paydo bo'lib qolgan ko'rinadi ko'zga. Buni endi asalarilarga erta bahorda agar beradigan bo'lsak, asalarilar bunaqangi o'sha mashina shunaqangi mum mashina shunaqangi nimalarni yaxshi qabul qilmaydi. Chunki o'sha kulrang g'ubor borligi sababli bularni yaxshi qabul qilishi shunday sekinroq bo'ladi, qabul qilish qiyinroq bo'ladi asalarilar tomonidan. Shuning uchun shunaqangi qishda tayyorlangan mashinalarga nihoyatda e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Agar shunaqangi qishda tayyorlangan mashina bo'ladigan bo'lsa, bahorda arilarga qo'yishdan oldin ularni o'z navbatida o'sha pechkani yoniga bir hech bo'lmasa 3-4 soatga qo'yadigan bo'lsak, o'sha tepasidagi ko'k kulrang g'uborni yo'qotib olib keyin asalarilarga bersak, asalarilar yaxshi qabul qilib, yaxshi to'qiydi. Shuning uchun shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Agar o'sha qo'yilgan mashinalarda g'uborini mana yo'qotish yana usullaridan biri bu o'sha asalarilarni shu g'uborlik ko'k kulrangli agar nimani yo'qotolmagan bo'lsangiz, yozgi holatda, yozda mana mashinani tabiatdan yaxshi nektar kelib turgan paytda asalarilar yaxshi to'qiydi mashinani. Shunda g'uborli mashinani qo'yib bersangiz, yaxshi qabul qiladi. Aksincha, bahorda yaxshi qabul qilmagan g'uborli shunaqangi mashinalarni yoz oylarida bemalol qabul qilishligi kuzatilgan. Bundan qo'rqishga hojati yo'q. Shunaqangi mashinalar bemalol saqlashimiz mumkin. Bunaqangi o'sha g'uborli mashinalarni ham ishlab olishimiz mumkin. Ulardan hech qanaqangi qo'rqishga hojati yo'q. Faqat shunaqangi sifatli mumdan tayyorlangan mashinalarni ishlatishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi mumda asosan mana aytib o'tib ketdim sizlarga. Shunaqangi tekshirish usullarini ham, boshqalarini ham bu asosan ko'proq o'sha mum ishlab chiqarish jarayonidagi sexlarda, xonadonlarda, asalarichilik bilan shug'ullanayotgan katta paseykalarda shunaqangi nihoyatda kerakli bo'lgan ma'lumotlar, bularni nihoyatda sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Mana shu bugungi mana shu darslarimiz shulardan iborat edi. Darslar sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan yana like bosib, shunaqangi a'zo bo'lmagan insonlar kanalimizga a'zo bo'lib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab turaman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Hammalaringga rahmat.